Ertalab turganingizda tovoningizda og'riq sezganmisiz? Kun oxirida oyoqlaringiz charchab qolyaptimi? Bu oddiy charchoq emas, balki shpora, ya'ni plantar fassit bo'lishi mumkin. 40 yoshdan oshgan har 10 kishidan 7 nafari shpora bilan aziyat chekadi. Har yili 2 milliondan ortiq odam tovon og'rig'i tufayli shifokorga murojaat qiladi. Eng yomoni, odamlarning 80% shporadan aziyat chekayotganini bilmay yuradi. Bu kasallikning sababi tovonda tuz to'planishi oqibatida mushak va paylarning zararlanishi hisoblanadi. Agar buni o'z vaqtida davolamasangiz, muskul va paylarning zararlanishiga olib keladi. Balki aynan siz ham shpora bilan yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Yaxshi xabar shuki, shporani jarrohlik amaliyotisiz davolasa bo'ladi. Agar siz ham shporaning noqulayliklaridan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, bugunoq harakat qiling. Kechiktirish faqat muammoni kuchaytiradi.